Yoshlarmi qo'lini oladigan, cho'nglarmi qo'lini oladigan hammamizning qo'lda telefon bor. Amibab bo'lgan telefonni tangshash usulini olib keldik. Nice. Oldin filmimizda duttani sezim orqali yani o'xshashlar paydik keltirib turib tanishashni o'rgatib qo'ysak, nurg'un do'stlardek gapirdi. Bizning sezimsal tovan, ovozni farqlantiramidik. Biz ash telefon orqali tanishsak bo'ldi. Adab inkas ko'p gapdi. Buningda yoshlarmi qo'lini oladigan, cho'nglarmi qo'lini oladigan hammamizning qo'lda telefon bor. Amibab bo'lgan telefonni tangshash usulini olib keldik. Unda bo'lsa, diqqatimiz tanishashda bo'lsin. Olma telefonda biz shu tuner LED degan shu sistemani tushirib olgandan keyin ochimiz. Açqandan keyin sol tarafimiz qarasak, bir mundaq U shaklga o'xshaydigan bir belgi bor. O'ng tarafimizda bir yangratquning belgisi bor. Biz sol tarafdagi belgini besitimiz bo'lmasa, men qo'zg'almaydi. Besib o'tgandan keyin hamda duturimizni yan tavallashtirib yetib turib, aldirmay changtimiz. Aldirmay changtib changtib buni ta qadar D3 degan harf chiqquncha tanishamiz. D3 degan harf chiqsa tanishamiz. Mana hozir oldingi tarini tanishib oldik. Tegdik tarisi D3 degan tanishamiz. Endi tepedagi tarisi yana tavallashtirib yetib turib, bo'shda yetib turib quloqni. Aldirmay changtib G2 deganga tanishamiz. Yana G2 deganga tanishsak bo'ladi. Bu holatda tutturimiz tanishiladi. Hozir tanishganimiz yana 6-payda yarim paydani qo'shganda 7-paydagi tanishdik. Bu amibab naqshlarga ko'p chalindi. Hamda tanishadiganimiz 6-paydasi ko'p chalinadigan cho'ng tanishak. Buni biz 5-paydagi tanishamiz deb ataymiz. Cho'ng tanishak yana 6-paydalari. Aşdan bir tanışıp ötaylı. Birinci tarımızga çakılmayımız. Yani okşaş. D3 degenge keltirimiz. D3. Kelgen vaqtida şu stirlkisi o'ttir 0 ga kelish kerak. 0 ga kelganda diqqat qilsanglar, tegidagi chirg'i yeshil yo'raydi, o'ttirik chiroq yeshil yo'raydi. Hem tepedikisine biz la ovoz yani A chantimiz. A2 degan keldi. Yeşil yo'rdi. Cho'ng tanishib oldik deganga. Mana buningda otish paydalari, yani ajam muqammar qo'llari deganlarga chalsak bo'ladi. Duttanim tanışib oldik. Meningda bir diqqat qiladigan bir nuqta bor bolalar. Mening qarasanglar, dunyo o'rtaq ovoz bo'lgan 7 ovoz do, re, mi, fa, sol, la, shining tepedikisi kuy nomi. Biz tanishgan vaqtida telefonimizda ko'rinadigan harflar shu. Ko'pinchalaranglar tanishib tegidagi tarisini D ovoz tanishgan vaqtida o'tkazib yetib, D'ni topolmaydigan ish bo'ldiki hozir. Shunga men tarini bo'shda yetib turib tanishanglar deyishimdagi sabab asan tapsizlar, bo'shda yetisizlar. Ya C chiqdi buningdan yoki tovan D chiqdi, ya E chiqdi degan gap. O'ziqida aylandi. Masalan D'ga kelmagan bo'lsa, C chiqib qolgan bo'lsa, ya'ni azroq chingtisizlar degan gap. Agar E chiqib qolgan bo'lsa, bo'shtisizlar. Mushu o'ziqida aylandi. C D E F G A B degan o'ziqida aylanib, B'dan o'tib, yana C D F G B deb o'ziqida aylandi. Ma G degan shu. Tanishgan vaqtingizda dutdan eng tovan holatga tushirib yetib, quloqni bo'shda yetib aldirmay chingitsanglar, shu D3, yana D3 degan harf chiqqicha, mustaq C'ning kaynidan chiqadi, E'ning oldida chiqadi de. Ma G degan shu, G degan shu, F'ning kayinida, ma La'ning oldida chiqadi degan gapmish o'z o'qida aylandi. Mushning diqqat qilsanglar, tarangni uzilib ketmaydi, ham to'g'ri tanisha olasizlar. Yana birisi tegidagi tarisini bunda tutgan vaqtimizda pastdagi tarisini D3 deganga tanishaysizlar. Bak diqqat qilgan yeringlar. Ankiz tepedagi tarisini G2 deganga tanishaysizlar. Buningda D1, D2, D3 deb chiqdi. Ashningdagi D3 ga
Ankizat töpidikisini G2 deganga tangshaysiz. Hozir men degandek boshda yutib turib, mushrat tartib bo'yicha changtib mansanglar tangshay olasizlar duttani. Unda bo'lsa meni qo'shib olishni unutmang. Inkas rayoniga yaxshi tilaklaringizni yozib qo'ying. Ya'ni sarxil dutta, sarxil o'rganish mazmunlarimiz, ya'ni kelarki sonda bor.